Hammaga salom bola. Sizlar bilan birgalikda men Gelikontar va sizlar Gelikontar kanalida sizlar. Bola bugungi videoda mana men ko'rib turibsizlar, Xervarda qizelchi doira ichiga qamadim va bu endi mana shu yerda rivojlanishi kerak. Salom hammaga va men bu doirada kuchayishim kerak. Men kuchayishni eng oson yo'lni bilaman. Albatta bilaman-da. Men sandiqni bilaman. Bag'achi sandiq. Men sandiqni qizilchasini ko'rdim va ana endi uni dinamitni olib olishim kerak. Mani miyam dahshat. Bolalar to'xtanglar. Shu Xervar kreativda ekan. Hop, bo'ldimi, survivalga o'tdingmi? Ha, o'tdim. Hop, bolalar aytgancha biz orqa fonda ovoz beryapmiz. Chunki boshida ovoz yozilmay qolibdi. O'shaning uchun kamchiliklar bo'ladi. Kechirib yuborasizlar. Shuning uchun akam menga xalaqit bermasa, men albatta maza qilib o'yinimni bitirib olishim kerak. Qachon endi ovoz yozilmagan joyga kelar ekan u? Xo'p, Xervar, sandiqda nimalar borligini ko'rdinglar menimcha yoki ko'rmadinglar? Aytgancha like bos, mana like bosmasang o'ldiraman. Like bos, obuna bo'l yana. Keyingi haftada chiqadi keyingi qism. Xo'p, qani? Hop, nastroykalarga nima kirdim? Spektatorga o'tib olish kerak-ku. Xo'p, nima qildi? Daraxt chopyapsan sen hozir, bilyapsanmi? Daraxt chopaman. Iltimos 1 sekund telefondan ko'zingni ol, menga ovoz berishing kerak meni videoyim uchun. Daraxt chopish shart men uchun. Hozir men spektatorman, mana bu tovuqni ichidan ko'raman men. Videoda shunaqa deganim esimda qoldi. Bilaman. Ana. Tepada bir nima bor ekan. Men ko'rdim. Sen ammo yo'q deyapsan, ammo bor bitta. Asli videoda 2-minutdan boshlab shuni aytishni boshlar. 1.5 minutdan menimcha. Men bilaman. Bilaman, lo'rma bilaman. Janob bilaman. Seni kreativga o'tkazib qo'ydim. Hozirroq survivalga o'tkazib bo'lmasam o'ldiraman. Orqa fonda videoni ancha kulgili qilib ovoz beribsan. Jitil yiqilib o'ldi-yu. Menga farqi yo'q. Yiqilib o'lgan bo'lsa, ana shunda men boshqa narsa qilayotgandim. Nima bo'ldi? To'g'risi aytdi, jitillar borligini biladi, lekin bu videoni baytada bilmagan. Shuning uchun buni bo'lmadi deb hisoblab bo'lyapti. Hop, qani survivalga o'tdingmi? Ha, o'tdim. O'tmadim desam ishonasanmi? Yo'q, ishonmayman. Bir nimalar qilmoqchiman. Men nima bu? Tualetmi bayt? Tualetmi? Ha, tualet. Qachon endi gapiradigan paytlarimiz keladi? Men bu yerda nimalarni gapiryapman? Hozir. Mana hozir gapiradigan paytlarim keladi. Yo'q, yana gapiradigan paytlar kelmadi. Xo'p, bolalar, uzr, videoni sifati ancha tushib ketdi. Xo'p, Xervar, nimalar yasayapsan endi? Birinchi bolta yasadingmi kirka yasashni o'rniga? Birinchi bolta yasash kerak. Chunki, qara, Xervarovich bu har doim o'zi bilan bolta olib yurish. Balla, men bir narsa yashirib qo'yganman. Men artefaktdan ko'chirganman. Bilaman, qishloqning mashhur gapi. Telefonning zaryadi o'lyapti Xervarda. O'lmasin-da. O'zi 11larda olyapti. Bunga narsa qo'yishingizdan chiqibdi-yu. Kreativga o'tib zarur narsalarni yashiramiz. Xo'p, hozirgina yashirib. Men oldim. Men nega aytdi yozuvingdan ko'rdim. Men bilardim-da, chunki men. Yozuvimdan ko'rmay. Xullas, bu sandiq bo'shligiga hayron qolma.
Bu sandiqda tagida nimadir bor deyapsan chunki. Bu Yo'q. sandiqda nimadir bor. Yo'q. Просто tak tuzog'im bittasi yetadi deb o'ylabman-da men o'g'il. Qara, men senga aslida olish kerak bo'lgan narsalar bu yerda hali ham shularni izlab o'tiribdim. Men hech bola yo'q bu yerda. Vel. Xo'p, mana aslida sen olishing kerak bo'lgan narsalar bu yerda. Xo'p, rahmat qani. Wait. Mazza qilib rivojlan endi bu yerda. Mazzani qilib. Zerikib ketdim. Maq. Telefon o'yinini o'rab. Qachon? O'qlarni uxlatmaysanmi? Qanaqa o'qlar, men albatta birinchi tizaqda uxlatishim kerak-da. Bilmayman, Xo'p. Nima bo'ldi senda? Mandami? Men hamma joyda chipirib chiqdim. Ana endi nima qilishni bilmayapman. Menga topshiriq ber, bo'lmasam o'ldiraman. Bo'pti, qara, topshiriq bu senga o'lish. Birinchi. Hozir men bo'ldi. Bunga bitta fishka beraman. Topshiriq uchun. O'sha topshiriq bo'ladi. Xo'p. Qanaqa fishka? Qanaqa fishka? Bu qanaqadir belgi. Xo'p, bo'pti. Mana albatta da. Xo'p, bola mana daraxt kovla deb yozdim. Yer bar, ol. Senga shuni. D kovla deb yoz. D ni tagiga kovla. Teknologiyada meni esimga keladi. Menga qorong'ulik yoqmaydi. Akam, sen bo'lsa qo'rqasan. Bitta. Men buni bemalol topaman. Qayerda bor? Dni islash kerak. Qanida? D qani? Qani? Ishlaymiz. Qani bo'l, menga ham topshiriq, bo'lmasam o'ldiraman mana shu qilich. Bolalar, menda juda yomon xabar bor. Bu juda yomon. Bizda ovoz noto'g'ri yozilibdi va shuning uchun videoni boshidan oxirigacha ovoz beryapmiz. Xervar, reaksiya bildirmaysanmi? Men endi gapirmayman. Sherkib o'lib qolaman hozir. Men ham uyqum keladi, chunki faqat mana bular yashaydi bu dunyoda, mana bular. Avval balandroq gapir. Dni topishim kerak. Aytgancha senga yordam beraman. Hozir D ni o'rniga V turibdi. D ni o'rniga V turibdi. D ni yonida V, Yo'q, D ni o'rniga D kesilib ketgan. D ni o'rniga V turibdi. Qanaqa V ekan, Qanaqa V? V nimaligini bilmayman. Chvari, o'siraq. Nima qilyapsan? Hozir. Nimalar qilyapman? Alkimyogarlik. Ishonmasang yonimga kirib ko'r. Chichvarding. To'g'risini aytganda. Qara. Xo'p, qaranglar, chiqishini tantanali sadolar ostida kutib olamiz. Ana, Hervar chiqdi. A few moments later degan gapni topolmayapman. Xo'p, bo'l. Ana, nima qilaman? Men topdim shekilli. Mana-da. Axir bu daraxt va pastga qarasa, zombilar. Beldi o'ldiraman. Tugmani bosdim, bu yerda tugma bor ekan. Asli bu tuzoq edi. Men maza qilyapman. Endi maza qildim. Zombilarni to'xtatib qo'ydim. Yaramas, nega zombilar? To'xtasam men baribir yoyib tashlayman. Yo'yaman, manaqachi baribir. To'g'ri, keep invertor yoniqmikan? Yo'yaman sanni, yo'yaman sanlarni. O'ldirib tashlayman. Hozir sanlarni o'ldiraman. O'ldirib oldim. Mana chiqish qiyin-da.
Xo'p, qani respawn point set qo'yib qo'ydim. O'lsang shu yerda tirilasan. Sen o'lishing tabiiy seni. Ishon. Nega o'laman? O'zing o'lib ketasan, uyarmas. Aytgancha bolalar, videoni montaj yo'qyaptimi? Shunaqa ko'p vaqtim ketdi lekin montajga. Ishoninglar, bir yarim soatchadan ko'p vaqt ketyapti hozir. Ham yana hozir ovoz berish paytida, hozir ovozni ham montaj payti beraman. Yana hozir har xil soundtracklar qo'shyapman, endi videoga har xil kulgili vaziyatlarga memlar qo'yyapman. Вообще xolos chichvoradigan darajada ko'p montaj qilyapman bolalar. Aytgancha bolalar, beka kravat qo'yish esdan chiqibdi-yu. Shermuhammad kelib xervarga shunaqa unaqa baqa chiqdi, bekorga aytmagan bo'li. Tag'in unaqa kravat qo'yib qo'yishim kerak. Hoy, xervar. Ha, men o'zimni o'ldirishim band. Axir o'zing aytding-ku o'ldirish kerak deb. Ha, to'g'ri. Baqa chiqqaningda lavadan chiqsam bo'ldi. Uni chiziqdan chiqmasdan o'lishim kerak, ha? kravat bolalar hozir bizni xervar eshitmayapti. Bolalar kravatni qo'yib qo'yish esidan chiqibdi. Hozir qaranglar, unga bitta prank qilamiz-da, chiqqanda o'ldi. Xo'p, ashulalarni qaranglar. Chiqqanida kravat bo'lmaydi-da. Biz keyin buni yana tushadi-ku. Tushganidan keyin o'ldirib yuboramiz. Tushgandan keyin kravat qo'yib qo'yamiz-da, keyin ko'rmadingmi deb prank qilamiz qali. Bolalar xervar mikrofonni yoqdi. Ana bildi, ana. Nega mikrofonni o'chirib qo'yasan, plus? Bo'pti-da, xullas. Ana kravat qo'yib qo'yapmiz. Xo'p, yaxshi. Yaxshi. Bo'l. Bo'l. Hey, o'zimni yana o'ldiraymi? Xohlasang o'ldir, lekin bitta muhim narsani ko'rmading sen. O'ldiraman-da. Boplaring-ku. Xo'p, bo'li, videoni ham bir past 52 minutiga ham soniyasiga ham bitiga ham kelib qopti xullas. Xo'p, lekin biz sizlar bilan 15-28 daqiqada xayrlashamiz. Ko'rdinglarmi, men bashoratchiman-da. Bashoratchiman. Video necha minut bo'lganini bilib turibman. Ko'rdlaring. Xona. Nega bu yoqda turilding sen? Shunaqa 2 safardan beri shunaqa bo'lyapti. O'zim o'ldirib yuribman-da. Respawn point sen qo'yib tushaman shekilli yana baqa. Xo'p, qani, bo'ldimi? Endi o'lchi. Hozir o'lyapman, ammo meni miyam zo'r ishlaydi, shuning uchun zo'r o'lish yo'lini bildi. O'lish yo'li bu. O'lish, chiziqdan chiqish. La'nati. Ammo men lava bilan chiqaman o'zimni. Aytgancha chiziqdan chiqsang o'yin tugaydi. Faqat o'lmaysan, o'yin tugaydi. Men o'yin tugashini istamayman. Istamasang unda doiradan chiqma. Aytgancha doirani kengaytirishim kerak-ku hozir. Faqat erinayapman-da shu. Keyingi qismga kengaytirib qo'ygan bo'laman. Xo'p, aytgancha yana tuzoqlar qo'yaman. Yaxshigina o'rgataman sizlarga effekt deb yozamiz. Keyin kuchukcha s. Bu o'zim menga degani. Kuchukcha s nega xatni pastki chiziqcha vision. Xo'p, shu bilan bosib o'rmaydi, chunki infinite deb ham yozishlaring kerak. Ingliz tilida yaxshi o'qiyman. Chunki menga bu komandani o'zbekchaga tarjima qilish qiyin bo'lmadi. Kuchukcha effekt degani bu qanaqadir unumdorlik degani. Xullas, shunaqa bir effektda xullas. Xo'p, yangicha samarali narsa ham degani. Xo'p, biz bu yoqqa ko'mir tashlab qo'yamiz. Effekt xullas. Har xil onaqa effektlar shunaqa bo'ladi, shunaqa deb yoziladi. O'zi buni hamma ham bilgan bo'lsa kerak. Xo'p, keyin night degani tun degani, vision degani ko'rish degani, vision. Ha, bu qasaskorlardagi vision emas. Chunki agar u visionni ham ismi ko'rish degan gapdan kelib chiqqan. Ana bu safar joyda tiriling. Mana bu kravatni ko'rmadingmi sen? Ko'zi ko'r, ko'rmadingmi? Plus. Yaramas. Men seni o'ldiraman. Axir bu yerda o'tgan safar yo'q edi-ku. Sen sehrgar emassan, sen ketyapsan. Qanday qilib bitta kondan atagan matcha kondan water drop xullas 5 ta olmos chiqsa bo'ladi. Mana men water drop qirolman, qara. Sekinlashtirilgan tasvir.
katta qilaman. Xullas sekinlashtirgan tasvirat men. Qildim. Sehrlashtirgan tasvirat men. Bola, biz sizlar bilan xayrlashishimiz kerak. Like bos. Keyingi qism yanagi hafta chiqadi katta ehtimol bilan. Endi videolarning sonini ham oshiraman. Bo'pti, xayr.